Keling bugun eng ko'p so'ralayotgan savolni aniq va tushunarli qilib ochib beraman. 2026 yil avgust oyidan pensiyalarga qo'shimcha 300 ming, 9 ming yoki 507 ming so'm kimlarga beriladi? Kimlar bu pulni kutsa bo'ladi? Kimlar esa noto'g'ri xulosaga kelmasligi kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarga va hatto ishlayotgan farzandlari orqali ota-onasining pensiya hujjatlarini tekshirayotganlarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng katta xatolar odatda aynan hujjat staj, toifa va qayta hisoblash masalasida bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini yo'qotmaydi. Avvalo masalaning yadrosini tushuntirib olaman. Pensiya deganda ko'pchilik bitta umumiy summani tasavvur qiladi. Davlat qancha belgilasa shuncha olaman deb o'ylaydi. Aslida pensiya bir nechta qismdan tuziladi. Birinchisi asosiy pensiya miqdori. Ikkinchisi ish staji va ish haqi hisobiga shakllangan qism. Uchinchisi ayrim toifalar uchun ustamalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar. To'rtinchisi qonunchilikdagi eng kam miqdorlar bilan bog'liq tenglashtirishlar. Shuning uchun ikki kishi bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, biri 200 ming so'm, ikkinchisi 200 ming so'm, uchinchisi esa 3 milliondan ortiq olishi mumkin. Endi 2026 yil avgust oyidan kutilayotgan yoki muhokama qilinayotgan qo'shimcha to'lovlar masalasiga kelamiz. Bu yerda asosiy savol shunday: nega aynan 300 ming, 707 ming va 707 ming so'm? Bunday raqamlar odatda hamma pensionerga bir xil tarqatiladigan pul sifatida emas, balki turli toifalarga bog'langan farqli qo'shimcha sifatida ko'riladi. Ya'ni kimning pensiyasi qancha pastligi, qaysi toifaga kirishi, nogironlik guruhi bor yo'qligi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz pensioner maqomi, ish staji yetarliligi va boshqa omillar hisobga olinadi. Men buni oddiy qilib aytaman. Hamma bir xil bonus olmaydi. Toifa va hujjat hal qiladi. Oldin qanday edi? Avvalgi tartibda pensiyalar asosan umumiy indeksatsiya orqali oshirilib kelindi. Masalan, prezident farmoni yoki tegishli qaror bilan pensiyalar, nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar ma'lum foizga oshiriladi. Kim 1 million so'm olsa, oshirishdan keyin ma'lum foiz qo'shiladi. Kim 2 million olsa, unga ham foiz qo'shiladi. Lekin bunday tizimda bir muammo bor. Past pensiya olayotgan odamga foiz hisobidagi oshish kam pul bo'lib tushadi. Masalan, endi foiz oshsa 1 million olgan odamga 100 ming qo'shiladi. 3 million olgan odamga 300 ming qo'shiladi. Natijada past pensiya oluvchi baribir qiynalib qoladi. Shu sababli oxirgi yillarda faqat foizli oshirish emas, balki ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarga aniq summadagi qo'shimcha berish g'oyasi kuchaygan. Hozirgi o'zgarishning mazmuni shunda: davlat eng ko'p qiynalayotgan qatlamlarni alohida ko'rmoqchi. Bular birinchidan eng kam pensiya yoki unga yaqin pensiya oluvchilar. Ikkinchidan nogironligi bo'lgan shaxslar. Uchinchidan boquvchisini yo'qotgan oilalar, ayniqsa voyaga yetmagan farzandlari bor oilalar. To'rtinchidan yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj pensionerlar. Beshinchidan uzoq yillik staji bo'lsa ham. Eski davrdagi past rasmiy ish haqi sababli pensiyasi past chiqib qolgan fuqarolar. Endi 300 ming so'mlik qo'shimchadan boshlayman. Men bunday qo'shimchani eng avvalo minimal pensiya atrofida qolib ketgan fuqarolar uchun kutiladigan eng ehtimoliy yordam turi sifatida tushuntiraman. Masalan, bir otaxon 65 yoshda kolxozda yoki kichik korxonada 25 yil ishlagan. Lekin o'sha davrdagi hujjatlar to'liq saqlanmagan. Pensiyasi hozir shartli ravishda 900 ming yoki 1 million 1 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. U odamning hayotiy xarajatlarini hisoblaylik. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport, ba'zan vrach ko'rigi 300 ming so'm kichik ko'rinishi mumkin. Lekin kam pensiya oluvchi uchun bu bir oylik dori xarajati yoki gaz elektr to'lovining sezilarli qismi bo'lishi mumkin. Agar tartib aynan ijtimoiy past pensiyalarni qo'llashga qaratilsa, 300 ming so'm birinchi pog'ona sifatida berilishi mumkin. Lekin bu yerda muhim shart bor. Men ham pensionerman, demak 300 ming olaman deyish noto'g'ri bo'ladi. Agar odamning pensiyasi allaqachon yuqori bo'lsa, yoki u maxsus ustamalar olayotgan bo'lsa, yoki ishlayotgan pensioner sifatida qo'shimcha daromadi bo'lsa, unga bu to'lov avtomatik tushmasligi mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha faqat pensiya miqdori belgilangan chegaradan past bo'lsa beriladi. Ba'zi hollarda esa pensiya turi muhim bo'ladi.
yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi alohida ko'riladi. Shuning uchun birinchi maslahat pensiya summasini emas, pensiya turini ham aniqlang. Darida 2000 ming so'mlik qo'shimcha ko'proq o'rta darajadagi ijtimoiy himoya toifalariga taalluqli bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan, lekin to'liq mehnatga layoqatsiz yoki doimiy davolanishga muhtoj fuqaro bor. U odamning oddiy pensionerdan farqi shundaki, uning doimiy tibbiy xarajati yuqori. Dori, tekshiruv, reabilitatsiya, maxsus vositalar, ba'zan qarovchi yordami kerak bo'ladi. Agar 3000 ming so'm minimal pensiya oluvchilarni qo'llashga qaratilsa, 420 ming so'm sog'liq holati sababli xarajati yuqori bo'lgan guruhlarga berilishi mumkin. Masalan, u guruh nogironligi bor fuqaro 1 million 400 ming so'm pensiya olsa, uning real xarajati sog'lom pensionernikidan ko'proq bo'ladi. Ana shunda 420 ming so'm yordam hayot sifatini o'z bo'lsa ham yaxshilaydi. Yana bir misol. Farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. Onasi yolg'iz 2 farzandi maktabda o'qiydi. Otasi vafot etgan. Oilaning asosiy daromadi kamaygan. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bir nafar oila a'zosi uchun alohida hisob, 2 yoki undan ortiq a'zo uchun boshqa hisob bo'lishi mumkin. Agar davlat qo'shimchani oiladagi boqimanda shaxslar soniga qarab belgilasa, 420 ming so'm aynan bitta pensionerga emas, oilaviy holatga bog'liq bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli bunday oilalar hujjatlaridagi eng kichik xatoni ham tekshirishi kerak. Farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vafot etgan boquvchining hujjatlari, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar to'liq bo'lishi zarur. Endi 570 ming so'mlik qo'shimchaga o'tamiz. Bu raqam odatda eng og'ir ijtimoiy vaziyatdagi toifalar bilan bog'lanishi mumkin. Masalan, ilk guruh nogironligi bo'lgan, o'zgalarning parvarishiga muhtoj shaxslar yoki yolg'iz pensioner bo'lib, parvarishga muhtojligi tibbiy hujjatlar bilan tasdiqlangan fuqarolar yoki urush, mehnat fronti, maxsus xizmatlar, ekologik zarar ko'rgan hududlar, ishlab chiqarishdagi shikastlanish kabi alohida maqomlarga ega shaxslar. Men tomoshabinlarga bir narsani doim aytaman. Katta qo'shimcha katta ehtiyoj yoki alohida maqom bilan bog'liq bo'ladi. Shunchaki yoshga doir oddiy pensiya olayotgan odam 570 ming so'm avtomatik oladi deb o'ylash xavfli. Hayotiy vaziyatni olaylik. Yetim-tekis yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, doimiy qarovchi yo'q. Shifokor xulosasida yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, harakatlanish cheklovi bor. Pensiyasi 20 million 300 ming so'm. Har oy kamida 560 ming so'm dori darmonga ketadi. Bunday holatda oddiy foizli o'sish yetarli yordam bermaydi. Agar davlat parvarishga muhtoj yolg'iz pensionerlarni alohida qo'llasa, 5-7 ming so'mlik qo'shimcha aynan shunday odamlar uchun mantiqli bo'ladi. Ammo bu pulni olish uchun men yolg'izman deyish yetmaydi. Tuman yoki shahar ijtimoiy himoya organlarida yolg'iz pensioner sifatida ro'yxatda turish. Tibbiy xulosa, yashash holati, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar muhim bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar. Chunki ularda qo'shimcha olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin hujjat to'liq bo'lmasa, tizim ularni to'g'ri toifaga kiritmasligi mumkin. Ikkinchidan, nogironligi guruh qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov ham to'xtab qolishi mumkin. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotgan oilalarda farzand 10 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov kamayishi yoki to'xtashi mumkin. To'rtinchidan, pensiyasini eski ish staji bilan hisoblatgan, lekin arxiv hujjatlari topilmagan fuqarolar. Ular qo'shimcha emas, balki pensiyaning o'zini qayta hisoblatish orqali ham ko'proq pul olishlari mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz barcha hujjatlar asosida to'g'ri hisoblangan bo'lsa, nogironlik yoki maxsus maqom hujjatlaringiz amalda bo'lsa, bank kartangiz yoki pochta orqali to'lovlaringiz muntazam kelayotgan bo'lsa, ko'p hollarda qo'shimcha avtomatik hisoblanadi. Ya'ni har bir odam albatta ariza yozishi kerak bo'ladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Lekin avtomatik tizim ham hujjatdagi ma'lumotga tayanadi. Agar tizimda sizning maqomingiz ko'rinmasa, avtomatik qo'shimcha ham tushmasligi mumkin. Shu sababli men xavotir olmang deganda ham tekshirmang demayman. Tekshirish zarar qilmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi tuzoq. Qo'shimcha bilan pensiya oshishini aralashtirib yuborish. Pensiya oshishi doimiy bazaviy miqdorga ta'sir qilishi mumkin.
Qo'shimcha esa ayrim hollarda alohida ijtimoiy to'lov sifatida yuritilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Masalan, sizga 300 ming so'm qo'shimcha berildi. Keyingi umumiy indeksatsiyada aynan shu qo'shimcha foizga oshadimi yoki faqat asosiy pensiya oshadimi? Buni qaror matni belgilaydi. Shuning uchun bu pul abadiy pensiyamga qo'shildi deb darhol xulosa qilish mumkin emas. Ikkinchi tuzoq ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ba'zi to'lovlarda odam ishlayaptimi yoki yo'qmi farq qilmaydi. Ba'zilarida esa ijtimoiy ehtiyoj daromad bilan bog'lanishi mumkin. Masalan, pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, daromadi ko'rinadi. Buning asosiy pensiyasini olishga to'sqinlik qilmasligi mumkin, lekin ayrim manzilli yordamlar uchun ta'sir qilish ehtimoli bor. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ish joyi, soliq ma'lumotlari, pensiya jamg'armasidagi hisob-kitoblarni tekshirish kerak. Uchinchi nozik masala propiska va yashash joyi. Odam bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashaydi. To'lov bank kartasiga tushsa muammo kamroq. Lekin ijtimoiy himoya tekshiruvlarida yashash holati muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz pensioner, parvarishga muhtoj shaxs, nogironligi bo'lgan fuqaro bo'yicha mahalla. Tibbiyot muassasasi, ijtimoiy xodim ma'lumlari talab qilinsa, ro'yxat va real yashash joyi mos kelmagani kechikishga sabab bo'ladi. 4-masala bank kartasi va pochta to'lovi. Ko'p odam pul tushmadi deb o'ylaydi. Lekin aslida karta muddati tugagan bo'ladi. Bank rekvizitlari o'zgargan bo'ladi yoki pochta ro'yxatida eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Agar avgust oyida qo'shimcha to'lov joriy etilsa, birinchi oyda texnik kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu doim ham sizga berilmaydi degani emas. Lekin bankka pensiya bo'limiga yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, to'lov statusini tekshirish kerak. 5-masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning kredit qarzi, aliment sud qarori, kommunal qarzdorlik bo'yicha majburiy ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Pensiyaga qo'shimcha tushganda ham bank hisob varag'idan ma'lum summa ushlab qolinishi ehtimoli bor. Shuning uchun odam menga dartis etaming deyishdi. Lekin 300 ming tushdi desa, avval bankdan hisob varaq harakatini, keyin majburiy ijro hujjatlari bor yo'qligini tekshirish kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. Pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Bu savol juda muhim. Chunki pensiya va nafaqa huquqiy jihatdan bir xil narsa emas. Ko'p odam hammasini pensiya deb ataydi. Lekin tizimda nomi boshqacha bo'lsa, qo'shimcha tartibi ham boshqacha bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya miqdoringizning tarkibini so'rang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, sizning pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Qancha staj tan olingan, qaysi yillarda ish haqi hisobga olingan, qanday ustamalar bor, qanday chegirmalar bor. Bu ma'lumotni ko'rmasdan turib, menga kam berishyapti yoki menga qo'shimcha tushish kerak deyish qiyin. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Yoshga doir pensionerlar uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun TMI yoki tegishli tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Nogironlik guruhi, muddati, parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjatlar muhim. Boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. O'qish joyidan ma'lumotlar kerak bo'ladi. 4-qadam, mahalla va ijtimoiy himoya bo'limidagi ma'lumotlarni moslang. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, buni faqat qo'shnilar bilishi yetmaydi. Tizimda ham aks etishi kerak. Agar siz parvarishga muhtoj bo'lsangiz, tibbiy xulosa bilan tasdiqlansin. Agar oilangizda daromad past bo'lsa, kerakli ijtimoiy reyestrlardagi ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. Hozir ko'p jarayon elektron tizim orqali tekshiriladi. Elektron tizimda ma'lumot yo'q bo'lsa, siz haq bo'lsangiz ham to'lov kechikishi mumkin. 5-qadam, avgust oyidagi to'lovni alohida kuzating. Agar 2026 yil avgustidan qo'shimcha joriy etilsa, pensiya kelgan kuni umumiy summani yozib qo'ying. Iyulda qancha olgansiz, avgustda qancha tushdi? Farq qancha? Agar 307 ming yoki 507 ming so'mga yaqin qo'shimcha ko'rinmasa, darhol vahima qilmang, lekin o'tib joydan tekshiring. Bank yoki pochta pensiya bo'limi ijtimoiy himoya organi. Murojaat qilganda og'zaki emas, yozma yoki elektron murojaat qiling. Shunda javob rasmiy bo'ladi. Murojaat matni qanday bo'lishi mumkin? Masalan, men falonchi, falon tumanda yashayman.
yoshga do'yib pensiya olaman. 2026 yil avgust oyidan joriy etilgan qo'shimcha to'lov bo'yicha menga hisob-kitob qilinmaganini. Agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini va qaysi hujjatlar talab etilishini ma'lum qilishingizni so'rayman. Nogironlik bo'yicha bo'lsa, guruhingizni, hujjat muddati va pensiya turini yozing. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, nechta oila a'zosi to'lov olayotgani va farzandlar ta'lim holatini ko'rsating. Yana bir muhim maslahat, kimdir Telegramda, ko'chada yoki navbatda hamma 5-7 ming olarkan desa, ishonib ketmang. Faqat rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, davlat xizmatlari yoki mahalliy bo'limlarning rasmiy izohlariga tayaning. Chunki noto'g'ri xabar odamlarni keraksiz navbatga, asabiylashishga va ba'zan firibgarlarga olib boradi. Hech kimga pul berib, qo'shimcha chiqarib beraman degan gapga ishonmang. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar qonuniy mezonlar asosida tayinlanadi. Hujjat topshirish uchun noqonuniy pul talab qilinsa, bu alohida shikoyat qilinadigan holat. Keling, yana 3 ta aniq misol bilan mustahkamlab olaman. Birinchi misol, 7000 yoshli otaxon 1 million 70 ming so'm pensiya oladi. Nogironlik guruhi yo'q, yolg'iz emas, lekin pensiyasi past. Agar 300 ming so'mlik qo'shimcha past pensiyalar uchun belgilansa, u nomzod bo'lishi mumkin. Lekin uning pensiyasi pastligi sababi staj hujjati yetishmasligidan bo'lsa, u faqat qo'shimchani kutmasdan arxivdan ish stajini tiklatib, pensiyasini qayta hisoblatish ham kerak. Ikkinchi misol, 62 yoshli ayol 2 guruh nogironligi bilan 1 million 500 ming so'm oladi. Har oy doriga katta pul sarflaydi. Agar darrin 2 ming so'mlik qo'shimcha nogironlik guruhlari yoki doimiy tibbiy ehtiyoj bilan bog'liq bo'lsa, u hujjatlarni albatta yangilab turish kerak. Nogironlik xulosasi muddati tugagan bo'lsa, avgustdagi to'lovni kutib o'tirish noto'g'ri bo'ladi. Uchinchi misol, tag'am yoshli onaxon yolg'iz, il guruh nogironligi bor, parvarishga muhtoj. Pensiyasi 1 million 700 ming so'm. Agar 7 ming so'mlik qo'shimcha eng og'ir toifalar uchun belgilansa, u eng asosiy nomzodlardan biri bo'lishi mumkin. Lekin u yashayotgan manzil, tibbiy xulosa, ijtimoiy himoya ro'yxati va bank rekvizitlari to'g'ri bo'lishi kerak. Aks holda pul huquqi bo'la turib kechikishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida eng katta yutuq hujjatni vaqtida tartibga keltirishdir. Ko'pchilik davlat o'zi biladi deb kutadi. Ko'p ma'lumotlar elektronlashgan, lekin eski ish staji, arxiv hujjatlari, familiya o'zgargani, nikoh guvohnomasi, korxona nomi o'zgargani kabi masalalar avtomatik yechilmaydi. Ayniqsa ayollarda familiya nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, eski mehnat daftarchasi boshqa familiyada, pasport boshqa familiyada bo'lishi mumkin. Bunday holatda hujjatlar zanjiri to'liq bo'lmasa, hisob-kitobda muammo chiqadi. Xulosa qilib aytaman. 2026 yil avgust oyidan 300 ming, dadaz evdan ming yoki bejebdan ming so'm qo'shimcha masalasida eng muhim narsa toifa hujjat va pensiya turidir. 300 ming so'm ko'proq past pensiya oluvchilar uchun. 450 ming so'm ehtiyoj darajasi yuqoriroq bo'lgan nogironlik yoki oilaviy holatlar uchun, 550 ming so'm esa eng og'ir ijtimoiy vaziyatdagi parvarishga muhtoj yoki alohida maqomga ega fuqarolar uchun mantiqan ko'rilishi mumkin. Lekin yakuniy javobni har doim rasmiy qaror va sizning shaxsiy hujjatlaringiz belgilaydi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugun 3 narsani tekshiring. Pensiya turi, hujjatlar to'liqligi va bank yoki pochta ma'lumotlari. Agar qo'shimcha tushmasa, og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma murojaat qiling. Fikringizni kommentariyada yozing. Sizningcha bunday qo'shimchalar hammaga bir xil berilishi kerakmi? Yoki eng muhtojlarga ko'proq berilgan adolatlimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya haqidagi to'g'ri ma'lumot bir oilaning oylik daromadini saqlab qolishi mumkin.